Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Bugun biz Zamon qahramonlari podkastida ilm-fan va san'at sohasida o'z o'rnini va iqtidorini namoyon etib kelayotgan yoshlar haqida so'z yuritamiz. Navbatdagi mehmonimiz o'z sohasida yutuqlarga erishgan va yoshlar uchun chinakam ilhom manbai bo'lib kelayotgan Sevinchxonim Berdiyorova. Assalomu alaykum. Marhamat Sevinch. O'zingizni tanishtiring, qaysi ta'lim muassasasida tahsil olasiz? Assalomu alaykum. Avvalo mana shu podkast uchun taklif qilganlaringiz uchun juda minnatdorman. Men Buxoro davlat universiteti filologiya fakulteti axborot xizmati va jamoatchilik bilan aloqalar yo'nalishini 4-bosqich talabasiman va ma'lumot o'rnida universitetimizda tashkil qilingan ushbu yo'nalishni ilk qaldirg'ochilaridan biriman. Bugungi podkastimiz davomida yoshlar uchun erishgan yutuqlaringiz va hayot yo'lingiz, muvaffaqiyat yo'lingiz haqida ozgina gapirib bera olasizmi? Albatta, men asli Jizzax viloyati Forish tumanida tavallud topganman va bugungi kunda Buxoroda tahsil olaman. Shu kunga qadar universitet rektor stipendiyasi, shuning bilan birga Slovakiya hukumat milliy stipendiyasi va Navoiy nomidagi davlat stipendiyasi sohibasiman. Bundan tashqari universitetimizda ilk marotaba tashkil qilgan PR jamoasi loyihasi rahbari va muallifi, shuning bilan birga Cho'lpon stipendiyalar maktabi loyihasining muallifi hamda koordinatori sifatida faoliyat yuritaman. Bu yutuqlaringiz orasida o'zingiz uchun katta ta'sir kuchiga ega va hayotingizni tubdan o'zgartirib yuborgani deb qaysi birini e'tirof eta olasiz? Aytish mumkin, insonning hayotida har bitta yutuq o'zgacha o'ringa ega bo'la oladi, lekin har bittasini orasida eng yaxshisi bo'lganidek, men uchun o'zgacha va butunlay bir yangi ko'rinish kasb eta olgan bir yutug'im borki, bu Slovakiya hukumat milliy stipendiyasi bo'lgan deb ayta olaman, chunki bu stipendiya menga Yevropada o'qish imkoniyati, o'zimni qaytadan kashf qilish, shuning bilan birga media dunyosidagi xalqaro bilimlarni egallab, maqsadlarimni xalqaro doiradagi yangi cho'qqilarni zabt etishim uchun zamin yarata olgan yutuqlarimdan biri sifatida hayotimda o'zgacha o'rin egallaydi. Keling, siz bilan xalqaro grantlar mavzusiga to'xtalsak, bu borada qanday fikrdasiz va sizning karyerangizga bu qanday ta'sir ko'rsatdi? Xalqaro grantlar umuman Osiyo, O'zbekiston yoshlari uchun juda katta imkoniyat deb o'ylayman. Chunki ingliz tilida bir narsa borki, insonni rivojlanishi uchun juda ham katta ta'sir ko'rsatadi. Bu cultural shock, ya'ni madaniyatlararo farqlar natijasida bo'ladigan hissiyotga nisbatan aytiladi. Xalqaro grantlar sizga mana shu narsa orqali o'zingizni avvalo vatanga bo'lgan muhabbatingizni yana ham oshirishga yordam beradi. Bu birinchi navbatda. Ikkinchi o'rinda esa aynan xalqaro grantlar sizni o'z sohangiz bo'yicha xalqaro darajadagi yangi cho'qqilarni, yangi imkoniyatlar va yangi tajribalarni tahlil qilishga zamin yaratadi. Bu nima degani? Bu O'zbekistonda xalqaro doiradagi nuqtai nazar bilan yangi loyihalarni amalga oshirish imkoniyati degani. Bundan tashqari siz yangicha madaniyatlar, yangicha muhit, yangicha yondashuvlar va yangicha qadriyatlarni ko'rish davomida siz o'zingiz asli ichingizdagi inson qanaqa va sizni asli qadriyatingiz qanday, mana shu narsani topishingizga imkon beradi. Bu nima uchun muhim? Endi bizning o'zbek qadriyatida shunaqa narsa borki, ba'zan emas, juda ko'p hollarda yoshlarimiz odamlar nima deydi yoki boshqa bir stereotiplar tufayli o'zidagi bir o'zgachalikni yo'qotib qo'yishadi yoki juda ham ko'mib qo'yishadi. Bu insondagi bor iqtidorni yopilib qolib, boshqa bir sohaga o'zini urishi, natijada u sohada muvaffaqiyatga erisha olmay, bir oddiy ishchi sifatida shakllanib qolishiga sabab bo'ladi. Agarda har bitta yosh mana shunday xalqaro grantlarda ishtirok etib, o'zini topsa, bu o'zini sohasini topib, arzimagan ish orqali ham yangi imkoniyatlarni ochib, o'ziga o'xshagan yoshlarni mana shu loyihada yoki mana shu tomonlama tortib ketishiga zamin yaratadi. Shu jihatdan xalqaro grantlar juda muhim rol o'ynaydi deb o'ylayman. Bilasiz, har bitta narsani ortida mashaqqat yotadi. Bu yutuqlarga erishishingizgacha qanday bosqichlarni bosib o'tgansiz va qanday qiyinchiliklarga duch kelgansiz? To'g'ri aytasiz, har bitta narsani o'ziga yarasha qiyinchiligi bor. Endi media sohasi odamiman va media sohasida ma'lum bir muvaffaqiyatga erishish, ayniqsa ham akademik ham amaliy jihatdan muvaffaqiyatga erishishda intiluvchanlik, yangilikka qiziqish juda ham muhim rol o'ynaydi. Chunki siz agar mediada bo'lib turib, eng so'nggi innovatsiya, eng so'nggi yondashuv, eng so'nggi metodologik narsalardan xabaringiz bo'lmasa, orqada qolib ketaverasiz va keraklilik darajangiz pasayib ketaveradi. Mana shu yutuqlarga erishish jarayonida juda ham ko'p yangilik parast bo'lib qolganman desam hech yana bo'lmaydi. Chunki doim yangi narsalarni o'rganib turmasam,
orqada qolib ketaveraman, muvaffaqiyatga erishish darajam pasayib ketaveradi. Shuning uchun mana shu narsa hozirgacha ham bir kasb kasalligiga o'xshash narsa bo'lib qolgan. Nima yangilik bo'lsa, yangi masalan hozirgi kunda sun'iy intellekt texnologiyalari, sun'iy intellekt bilan mavjud yangi tarmoqlar paydo bo'lib, o'sha narsalarga nisbatan har doim birinchi o'rganay, birinchi qilay, birinchi tatbiq qilay degan narsa bu menda paydo bo'lib qolgan va mana shu narsa meni muvaffaqiyat yo'limda biroz o'rganishim uchun ham to'sqinlik ham qilgan, ham o'rganganimdan keyin o'zim uchun juda katta imkoniyatlar eshigini ochgan desam hech adashmagan bo'laman. Juda ham ajoyib. Bu faoliyatingizga oila a'zolaringiz, ota-onangiz qanday qarashadi? O'zi bu faoliyatga kirib kelishimga eng katta sababchilardan biri ota-onam. Ota-onam har doim o'zing iching xohlayotgan, ichingdagi sevinch xohlayotgan ishni qil deb o'rgatishgan va mana shu narsaga zamin yaratishgan. Aynan juda ham ko'p o'zbek oilalarida uchraydigan holat jurnalistikada o'z faoliyatini davom ettirishni istagan vaqtda qarshiliklar ko'rsatishadi. Menikilar bo'lsa, yo'q, biz seni qo'llab-quvvatlaymiz. Haqiqatan tabiatingda mana shu narsaga nisbatan iqtidor bor. Kel o'zingni sinab ko'r, qayerda bo'lsang ham, qanday holatda bo'lsang ham, orqangda biz turibmiz deb karantin vaqtida repetitor masalasini ham uydagilarim hal qilib berib, aynan grantga kirishimda hozirgi kunda birinchi o'rinda grant bilan o'qiyman. Mana shu oila a'zolarim o'rni katta deb o'ylayman. Hattoki men shu Slovakiya hukumati milliy stipendiyasini yutishimda ham o'zi to'g'risini aytganda men unaqa bir xalqaro sayohatlarga yoki chet elda o'qishga bo'lgan layoqatim unaqa kuchli emas edi. Lekin uydagilarim chet elga borib o'qib ko'rishing kerak, chet el tajribasini o'rganishing kerak, chunki chet elda jurnalistika, so'z erkinligi yoki yangiliklarni berish texnikasi boshqacha deb eshitganmiz. Bor, dunyo ko'r, sayohat qil, yangi odamlar bilan uchrash, tanish deb undashayverib ikkinchi kursdan buyon xalqaro grantlarga topshirib va nihoyat 4-kursda yutib Slovakiyada o'qib kelgan bo'lsam, uydagilarim mendan oldin bu grantga topshirganda sen yutasan deb chemodanimni yig'ishdan allaqachon boshlab yuborgandi. Shu uchun aytishim mumkin, meni bugungi kunda men qilgan birinchi o'rinda oilam, onam bo'lsa, ikkinchi o'rinda bu universitet deb o'ylayman. Xo'p, juda ham yaxshi. Demak, bu ota-onangiz uchun ham faxr tuyg'usi. Siz uchun motivatsiya nima? Onam borligi men uchun motivatsiya. Chunki u kishi har bitta yutug'imdan u bolalarcha xursand bo'lishi yoki men bilan meni ismimni aytib faxrlana olishi men uchun motivatsiya. Bu yutuqlarim hammasi onam endi har bitta ona o'z farzandini kelajagi uchun ba'zi bir orzulardan voz kechadi. Meni orzularimni, meni muvaffaqiyatlarimda o'zini orzulariga erishishini maqsad qilib har bitta muvaffaqiyatim uchun, har bitta oldimga qo'ygan maqsadim uchun harakat qilaman va men uchun eng katta motivatsiya bu onamni bolalarcha quvonchi va doimo men bilan faxrlana olishi. Bizni kuzatayotgan yoshlarga qanday tavsiya va maslahatlar berasiz bu borada? Endi aytmoqchi bo'lganim, ko'pchilik yoshlarimiz uchraydigan bir g'alatiroq holatlardan biri bugungi kunda kim qaysi tarmoqda muvaffaqiyatga erishsa, "Vo, shu tarmoq oson ekan. Shu tarmoqda men ham o'z nasibamni topaman" deb shunga ko'p o'zini urishyapti. Men unaqa demasdim. Men bu narsani maslahat bermayman. Har kimni o'ziga yarasha iqtidori, o'ziga yarasha o'zgarchaligi bor. O'zimning tengdoshlarimga, o'rtoqlarimga, o'zimdan kichkina uka-singillarimga aytardimki, hamma o'zini urayotgan tarmoqqa emas. Sen o'zingni ursang, gullaydigan, bir qo'ling tegsa bir ajoyib natijalar beradigan tarmoqda o'zingni sinab ko'r degan bo'lardim. Bundan tashqari juda ham masalan o'zimizda ham volontyorlik orqali, ko'ngillilik orqali tajriba to'plab, jamiyatga nafimiz tegishdagi hissiyot orqali mana shu xalq duosi bilan, odamlar roziligi bilan shu natijalarga erishganmiz. Yoshlarga tavsiya qilardim, ha deb o'zini o'ylayverib, bir muvaffaqiyatga erishish uchun pul, mansab ortidan yugurmasdan, balki jamiyatga kerakli bo'lish ilinjida, birovga naf tegish ilinjida ko'ngillilik tadbirlarida faol ishtirok etib, mana shu bo'yicha faol shug'ullanishni tavsiya qilardim. Bu nima beradi ularga? Birinchi o'rinda mana shu jarayonlarda bir insonni "Voy, baraka toping, rahmat" deb qo'ygan duosi orqali o'zi nima xohlashini tushunib yetadi. O'sha jarayonda olgan hissiyotlari uni aslida nima xohlashi, uni ichidagi inson o'zi nimada faolligini topishiga yordam beradi. Insonning eng katta muvaffaqiyati bu hayotdagi avvalo o'zini topgani deb o'ylayman. O'zini qaysi tarmoqda ekanligini aniqlay olgani deb o'ylayman. Mana shu narsani aniqlay olgan yoshgina, mana shu narsani aniqlay olgan o'smirin yoki talabagina haqiqiy muvaffaqiyat cho'qqisiga keyinchalik erishadi. Mana shu jarayonlarda erishish uchun esa avvalo o'zini mana shu ko'ngillilik tadbirlarida, maqsad uchun kerakli bo'lgan seminarlarda, forumlarda sinab ko'rish orqali topish mumkin deb o'ylayman. Shu uchun
o'zini rivojlantirish uchun odamlarni gapiga e'tibor bermasdan, shaxsiy rivojlanish bo'yicha ko'p kitob mutolaasida, ayniqsa badiiy asarlar bunda ko'p rol o'ynaydi. Mana shunday jihatlar bilan shug'ullanib, o'z ustida ishlab, o'zini maqsadi uchun birovning gap so'ziga qaramasdan, manfaat qidirmasdan qilayotgan ishidan ildam qadam tashlab, doim o'z ustida ishlab harakat qilish kerak deb o'ylayman va men shu narsani tavsiya qilaman. Xo'p, Sevinch, juda ham yaxshi. Siz o'zingiz ijtimoiy sohada qanchalik faolsiz bugungi kunda? Ijtimoiy sohani yaxshi ko'raman. Chunki o'zim hayotdagi shiorim yoki menga yoqadigan, menga motivatsiya beradigan bir jihatlardan biri kimgadir nafim tegsa va u meni qilgan ishimdan rozi bo'lib, xursand bo'lsa, buni u insonning xursandchiligi sizga beriladigan minglab pullar va minglab mukofotlardan da o'zgacha bo'ladi. Shu uchun juda ham ko'p volontyorlik tadbirlari yoki boya aytib o'tganimdek tayyorlov kurslari talabalarga ham o'zini yo'lda muvaffaqiyatga erishish bo'yicha yordam berishni juda ham yaxshi ko'raman va bugungi kunda bu bilan faol shug'ullanaman. Hozirda Cholpon stipendiyatlar maktabi koordinatori sifatida 15 ga yaqin talabalar bilan mahalliy yoki respublika miqyosidagi nomdor stipendiyalar va stipendiyalarga erishish, xalqaro grantlarda yutish bo'yicha maxsus konsultatsiya va individual darslarda olib boraman. Bugungi kunda 5 nafar xalqaro grantlarga tayyorlayotgan talabalarim bor va 8 nafarga yaqin esa respublika miqyosidagi va mahalliy stipendiyalarga tayyorlayotgan talabalarim bor. Bundan tashqari universitetning media loyihalarida, universitet hayotidagi loyihalarda ko'ngilli sifatida ishtirok etishni juda ham yoqtiraman va bu yo'nalishda juda ham faolman. Chunki men o'ylayman, universitet o'zi meni hayotimda universitet meni shu narsaga erishishimga sababchi bo'lgan asosiy omillardan biri. Juda ham minnatdorman. Shu uchun xuddiki tashakkur va minnatdorchilik tarzida endi uni qaytarish ilinjidaman va shu uchun media loyihalarida, tadbirlarda media volontyor sifatida yoki oddiy volontyor sifatida universitetga nafim tegishi orqali o'z minnatdorchiligimni bildirish uchun juda ham ko'p harakat qilaman va uddalayapman degan umiddaman. Biz ham sizni bu sohada faolligingizni ko'rib juda ham xursand bo'lamiz. Xo'p, rahmat Sevinch, sizga kattakon. Keyingi yutuqlaringizda erishganingizda ham mana shu yerda suhbat qilish nasib qilsin. Siz bilan juda ham maroqli suhbat bo'ldi. Rahmat sizga. Sizlarga ham o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Avvalo taklif uchun, aynan munosib yoshlarimizdan biri sifatida ko'rganliklaringiz uchun sizlarga o'z minnatdorchiligimni bildiraman va ushbu loyihaning kelajakdagi faoliyatlariga o'zimning omadlarimni, zafarlarimni tilab qolaman. Keyingi podkastlarimizda ko'rishguncha, siz ham mana shunday iqtidor va iste'dod sohiblariga tanisangiz, izohlarda yozib qoldirishingiz mumkin. Keyingi ishtirokchimiz aynan siz bo'lishingiz mumkin. Bizni kuzatishda davom eting.